Kelajakda Alloh o'z ibodati, farzi, vojiblari bilan zanjir bilan jannatga sudraguncha bo'lgan muddatda ota-ona buni ushlab turadi. Halok bo'lib qolmasligini ta'minlash uchun harakat qiladi. Shuning uchun ham Alloh taolo farzand to'g'risida gapirganda o'ziga qo'shib ota-onani gapirgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va qada robbuka an la ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Ko'ryapsizmi? Robbing hukm chiqardi. O'zidan boshqa hech kimga ibodat qilmaslikka va ota-onaga yaxshilik qilishga. Ana katta bo'lganda ota-onani nima? Ibodatini Allohning ibodatini qiladi. Lekin ota-ona ham haligi voyaga yetguncha bolaga xizmat qilgan. Allohga shukr qilish kerak. Ota-onani ham demak xizmatini unutmaslik kerak. Bolani yoshligidan ota-ona saqlaydi.